Chin o'rtoq. Anvar yoshlig'ida bo'shag'ana bir bola edi. O'z tengi bolalar bilan oz aloqa qilar, ularga kam aralashar va ortiqcha o'ynab kulmas, hamisha uning ko'zida bir mung yotar edi. Bu holat balki oila baxtsizligidan, ota-ona bag'rida yaramag'anlikdan tug'ilgandir desak, uning ikki og'asi bunday emas edilar. Bir onadan necha xil bola tug'iladir deganlaridek, Anvarning yaratilishi og'alariga nisbatan boshqacha edi. Maxtumning uyida tura boshlag'ach, Anvarda biroz o'zgarish ko'rildi. Shunda ham bolalar bilan aloqasini eskicha yuritib, faqat Ra'no yonidagina o'yin-kulgi bolasiga alishinar. Ra'noni yetaklab bog'chaga, ko'chadagi katta suv bo'ylariga chiqib, hamrohini bog'chadagi gullarning ismi, uchib yurgan qushlarning navi, katta oqar suvlar va ayniqsa Ra'no kabi yosh qizchalar uchun bu suvlarga yiqilish xavfi va shuningdek boshqa masalalar bilan uni tanishtirar. Ko'chada o'lik ko'targanlarni ko'rsa, birorta bolaning otasi yoki onasi o'lganligini so'zlab, buning orqasidan mening ham onam o'lganda o'shandoq qilib ko'targan edilar. Men ham shu boladek mozorga yig'lab borgan edim, deb qo'yar edi. Ra'no ham Anvarning so'ziga diqqat bilan quloq solar va ko'pincha hisobsiz savollar ila uni ko'mib tashlar, lekin Anvar zerikmas, har bir so'roqqa javob berib, Ra'noni qanoatlantirishga tirishar edi. Anvar yosh bo'lsa ham jiddiy va kichkina miyasi muhokamaga qobil, boshqa kishilar ustiga tushgan baxtsizlikdan ham mutaassir bo'lg'uvchi edi. Bola chog'idanoq eng yaxshi ko'rgan narsasi gulzor va undagi gullar edi. Maxtumning oilasiga kelib tura boshlagandan so'ng bog'chaning gulzor qismini o'z idorasi ostiga oldi. Gullarni sug'orish, o'tlarni yulib tozalash vazifalarini o'zi bajardi. Gullardan hech kimga uzdirmas, bir bolaning uzib olganini ko'rsa, o'zi xafa bo'lganidek bolani ham xafa qilar edi. Bolalarning daragi bilan har kimning uyiga bo'lgan yangi gullardan ko'chat va urug' olib, yildan yilga gulzorni boyitdi. Yoz kunlari kelsa, bolalarni kapalak va oltin qo'ng'iz tutib kelishga buyurar. Qiynamay, ozor bermay, zaharsiz kapalak tutib kelganlarga sabog'ini o'qitib qo'yish bilan mukofot berar. Kapalak va oltin qo'ng'izlarni gulzorda uchirib yuborar. Agar ular gullarga qo'nib qolsalar, o'ziga yo'q suyunar edi. Shuning uchun aksar yoz kunlari Maxtumning bog'chasi oq, nimrang, olazang, yormalla, lojuvard va boshqa tus kapalaklarning yalt-yult uchishlari bilan alohida bir ko'rinishga kirar. Anvarning o'qishdan bo'shagan kezlari gullar ichida va shu kapalaklar orasida kechar edi. Anvar har kim uchun ham so'yimlik va xushmuomalasi barchaga barobar edi. Ammo ayniqsa xush ko'rgan kishilaridan birinchisi Ra'no va ikkinchisi maktabdagi shogirdlardan saboqdosh sherigi Nasim ismli bola edi. Nasim bilan Anvar juda yaqin do'st, bir-birini anglovchi sirdosh o'rtoq edilar. Garchi Nasimning otasi Qo'qonninggina emas, butun xonliqning tanilgan kishilaridan va bu ikki bolaning sinfiy ayrilmaliklari yer bilan ko'kcha, lekin yosh do'stlar buning farqiga yetmaslar. Nasim xonning mirzaboshisining o'g'liman deb havolanmaganidek, Anvar ham Salim bo'yoqchining yatimi, Solih Maxtumning asrandisiman deb andisha qilmas edi. Bu ikki bola bir joyda suhbatga kirishsalar, chetdagi bir kishi Anvarni yirtiq bo'z kiyimlar ichida va Nasimni shohi adreslar bilan g'ar holda ko'rib, albatta Bugidaybachcha bilan Bekbachchaning o'zaro nima munosabatlari bor deb taajjublanar, lekin do'stlar hali buning ayirmasini idrok qilmaslar edi. Aksar juma kunlari Maxtumdan izn olib, Anvar shu o'rtog'ining uyiga borar, kechgacha Nasim bilan suhbatlashib qaytib kelar edi. Anvar shu munosabat bilan Nasimning otasi Muhammad Rajab poygachining iltifotiga noil ham bo'ldi. Nasim o'rtog'i Anvarning yatimligini otasiga bildirib, majbur qilgan bo'lsa kerak. Bir necha hayit mavzularida Muhammad Rajabbek Anvarga kiyimlar ham berdi. Bu iltifot ikki do'stning aloqalarini bir-birlariga yana qattiqroq bog'ladi. Ayniqsa Maxtumning dimog'ini choq qildi. Zero Anvarning Muhammad Rajab kabi bir kishining o'g'li bilan do'stlashishi bir kamolat bo'lganidek, do'stlikning hatto
sarpolar kiyishgacha borib yetishi Maxtumning nazarida yana ayni fazilat edi. Shu sarpo kiyish voqeasidan so'ng Maxtum Anvarga boshqacha qarab qoldi va ichidan "Sen odam bo'ladirg'an ko'rinasan" deb qo'ydi. Baxtga qarshi bu do'stlik aloqasi uzoq davom etolmadi. Bir kun aradagi do'stlik rishtasini o'lim yag'mogari kelib uzdi. Nasim 15 yoshlar chamasida chechak kasali bilan og'ridi va o'sha kezlarda davosiz hisoblangan bu kasaldan o'nglolmay vafot qildi. Muhammad Rajabbek va oilasi uchun bu musibat albatta og'ir edi, biroq ulardan ham Anvar uchun og'ir bir hasrat bo'ldi. Hatto ko'z yoshini marhumning ota-onasidan ham ko'proq Anvar to'kdi desak mubolag'a qilmagan bo'lurmiz. 3 kun maktab va Maxtumni unutib, Muhammad Rajabbek hovlisida turib qoldi. Har oqshom Nasimning qabri ustida bir soatlab yig'lab o'tirdi. Bu yoshning samimiy chin do'stligi va o'rtog'iga sadoqati har kimni taajjubga qo'ydi. Anvarning birinchi marotaba marhum do'stiga atab yozgan marsiyasi motamlik ota-onani yana bo'zlatgan edikim, biz marsiyadan bir necha misrani quyida ko'rsatamiz. Ochilmay so'lsa har gul, g'unchasi piru juvon yig'lar. Emas piru juvon, balki hamma ahli jahon yig'lar. Ajal yag'magari bog'i zako ichra uzib zanjir, rahmsiz esamas lolalarni chun xazon yig'lar. Nasimim ketdi olamdan meni qayg'u aro tashlab, ko'zimdan oqsa xun hech bir ajab yo'q, chunki qon yig'lar. Jahonda erdi tanho men yatimg'a hamnishin dildor, g'ariblikning diyorida adashgan notavon yig'lar. Mulla Muhammad Rajabbek poygachi o'g'lining sodiq do'stiga shu kundan e'tiboran boshqacha qarab qoldi. Bir jihatdan ma'sumiyat, ikkinchidan ko'rinib turgan iste'dod Muhammad Rajabbekni Anvarga iltifot etishga majbur qildi. Garchi Anvarning yuqoridagi marsiyasi bolalik xarxashasidan iborat edi-da, yana uning istiqbolidan xabar olish uchun yaxshi mezonlik vazifasini ham o'tar edi. Mulla Muhammad Rajabbek avvalo o'z iltifotini Anvarning marsiyasidan bir baytini Nasimning qabr toshiga olish bilan boshladi. So'ngra Anvarning dunyoda men yatim o'rtog'ingga tanho sirdon va dildor ko'ngil ko'targuvchi eding. Bu kun men sendek do'stdan ayrilib yana g'urbat diyorida notavon yig'layman deb afsus va nadomat qilishiga qarshi, ya'ni Anvarning yatimlik va g'aribligiga yo'l qoldirmaslik uchun Mulla Muhammad Rajabbek o'g'lining sodiq do'stiga o'z otalig'ini ko'rsatmoqchi bo'ldi. Anvar 3 haftagacha xatmi Qur'on kechalari Muhammad Rajabbek uyiga kelib turar edi. Oxirgi xatmi Qur'on kecha Muhammad Rajabbek Anvardan ahvol so'radi. Domlangiz salomatmi? Shukr. O'qishingiz yaxshimi? Barmuncha. Domlaning uyida turasiz. Taqsir. Siqilmaysizmi? Yo'q. Ilmi hisob o'qiganingiz bormi? Yo'q, taqsir. Domlangiz ilmi hisobni bilurmikin? Bilmaslar deb o'ylayman. Agar men bir domla tayin qilsam, hisob o'qiysizmi? Ustozim ruxsat bersalar, albatta o'qiyman. Xo'p, bo'lmasa erta kechga domlangiz shu yerga kelib menga uchrashsin. Xo'p, taqsir. Ertasi kuni Maxtum keldi. Muhammad Rajabbek Maxtum bilan so'zlashib, Anvarni o'rda xizmatiga olish fikrida bo'lganligini, buning uchun arabcha, forsiychadan yana ham chuqurroq ma'lumot olishi lozimligini va hisob o'rganishi kerakligini aytdi. Maxtum Muhammad Rajabbekning Anvarga bunchalik marhamati uchun biroz shoshib qolsa ham, lekin bu mehribonchilik sababiga yaxshi tushunganligi jihatdan avvalo bekning yatimparvarligini, so'ngra Anvarning zako va iste'dodini maqtadi. Anvarni odam qilish yo'lida chekkan o'z mashaqqatlarini ham shikoyat yo'sinida so'zlab chiqqach, bu kunlarda ehtimomi tom birlanib Anvarga fors va arabiydan dars berib turganini va alhol ham Anvar forsiycha taskira va tahrirlar yoza olishini bayon qilib, necha xil uzrlar ichida o'zining ilmi hisobdan bahrasizligini bildirdi. Ya'ni Anvarning ilmi hisob o'rganishi uchun boshqa muallim kerak bo'lur dedi. Muhammad Rajabbek bu to'g'riga o'zi domla topmoqchi bo'lib Maxtumga
ruxsat berdi.